maza qildik. Ertalabdan marhamat, nima tayyorlab kelgansiz? Milliyliklar chetlashmagan holda otmagan tang kuyini gitarada. Marhamat, tinglaymiz birgalashib. Bülbülü şaydaların gülşenden olmasa kaydın işkuti gadaval aylasa parvanalar parpra bağrım yokuçi şam cana olmasa parpra bağrım yokuçi şam cana canım birgina parvona ham qoshingda mehmon bo'lmasa sancha bir so'zdan tikanlar Küsmayeğunçalar ayna qilay barkana ham qoshingda mehmon bo'lmasa otmagay tong borar Salomat bo'ling, Mansur Toshbekov. Bilasizmi nima? Men hozir gitara sozini qo'lingizga olganingizda shu hozir urfga aylangan qo'shiqlar borki, hamma yoshlar ijro etyapti gitarada. Shunga o'xshash nimadir ijro etsangiz kerak deb o'ylagandim, lekin kutmagandek yurakni tubidan olib chiqdingiz. Sizga tasodifni aytamiz, chunki Otmagay tong Umid opa milliy qo'shig'imizni zamonaviy soz bilan birgalashib uyg'unlashtirilgan. Auditoriyaga kayfiyat berdingiz, qalblarga zavq bag'ishladingiz. Ovozingizga ko'z tegmasin, ijodingizga parvozlar tilab qolamiz.